Isıdınız mı? Əmsə, abidə iç bakamdıq. Salqın, limon yalpızının küçük təmi. Vah! Kelam, azadlıkның huzurunu tən sürək. Qaldın ötken sizin, bək bəyzi. Bu il yazda abidə sizgə əmdə. Gel çayda. Hay. Canaklı boz. Mehmetcan qana. Ben bu yerda. Sen benim iş qotsa. Abiden muzdakisi tekin peyzi. Bilmemse? Bilmeylik boşluq qız ketemdi. Ya abiden istiq chiqib saqammi ya? Ben abiden muzdak turup muzdak içip bakay deyman. Ulan muzdak buldu. Sen? Abideni selsan oldu ki. Soğuk içip ketmesin. Hadi qalayım. Abide soda suyunun lezzetini muzdek içkende bilesiz. Ha, ben Mehmetcan. Malqani. Mana, mal. Aval tetip eqishim kerak. Yani şu gap ben sizga nurg'un ketim dedim. Telefonda qayta tushuntirdim. Nima tushunmaydigansiz deyman. Uning ustiga bu yerda tetip baqadigan, yeb baqadigan narsa emas. Buni mana tamoq etgan vaqtlarda tamoq yeyishadigan tayyor tamog'imizga tayyor tam kirgizalaydigan tayyor tam tetip quldiri. Tushundingizmi? Oh ya. Ben tushuntiramadim ma. Ya. Ya. Sen baka. Aşk men tushundim. Mana tushunibdi-ku. O'zingizni besib elib so'zlang. Ma'qul, men o'zimni besib olay. Bu sizga degan tayyordan tetip qildiruvchi qarab, uyda ancha-muncha gambiyan so'miyan qilibsiz, to'g'ri qo'rda qilibsiz, samovar sho'rpis qilibsiz, istoliya cho'pi qilibsiz. Ish qilib nimalar qilsangiz, ta'mi og'zingizda qolmasa, men bunga kafolat bera olaman. Undan boshqa badanga ziyonsiz. Yana bor. Iqroq keling. Tamoq vahshiy o'xshaydi. Aval tetip baqmasam bo'lmaydi. Yani şu gap. Mal beni az qolgan. Ma'qul, og'zinglarni ichinglar. Sizlarga demadim, men odamlarga yaxshiroqman. Bu kallalar masalani davotiman. Bo'ldilar. Ami yaxshisi, ko'rmanlarni tetib baqsin. Tayyordan tetib qullarni bir qatim tetib baqing. Cho'qim yaxshi ko'rib qolasiz. Tayyortam. Cheksiz mehr, seg'inish bilan kelgan edim yiroqdan dada. Bu naqsh kimdan? Ha, lekin so'ramoqchi bo'lgan savolim bu emas. Mushu filmniki bosh rolchisi bizniki peshqadam ustozimiz kim o bilamsizlar? To'g'ri. Dal mushu javobga erishmoqchiman. Sayradan kelgan dada Urto'qma qatorliq nurg'un filmlarni bizga ato qilgan, osh filmlar orqali o'zini tunutgan shunday katta bir san'atkorimizni sanamizda qilmoqchi bo'lyapman. O'xshashlam, ya'ni shu ustoz cho'lponlarimiz bizning yurak qatqiyatimizga o'rnab ketgan, biz eng hurmatlaydigan kishilar shundaqku. Bugunmi o'xshashlam, men shu Mehmet Sherif dadamizni alaydan odatda programmalarga chiqib, ziyoratlarni qabul qilib ketmaydi-ku. O'zining prinsip bo'yicha baktas chaqirib olib keldim. Chunki nurg'ulg'an tomoshabin ko'rinmal mastonlarniki talab shu bo'lib qoldi-da, ham o'zimning orzu shu bo'lib qoldi. Yana bir orzuni amalga oshirdim-da bugun mana. Unda bo'lsa vaqtni faqat uzatmay, Mehmet Sherif dadamiz taklif qilamdik. 2023-yillik Abida Cho'lpon keldi programmamizda bugungi alayda saniga alayda taklif bilan qatnashgan bizning suyumlik peshqadam to'kpikor ustozimiz bo'lsa, Mehmet Sherif dadamiz marhamat. Geldiniz hocam. Geldiniz. Kıra oturak. Mehmet Sherif dada, muş programladım gördük ama sizin deymen.
uzun bo'ldi. Mellam emas, nurg'un ko'rmalarimiz sizni to'xtamay inkas rayonlarda yezib ash Mehmet Sherif dadamizni bir chiqsa ulti, bir ko'sak ulti, yaqindan yaq faqat shu ekranlarda ko'rib baxmidoq, bir ko'rib olsak bo'ldi deb shunda bir taqozo bo'layotgan. Bugun ko'rmalarning orzusiga yetkizdim, o'zimning orzuimga bir yetdim. Rahmat. Mehmet Sherif dada, sizni biz burundan tatib bilamiz. Hatto bizning cho'nglardan tatib, sizni hammaylar kichikdan cho'nggacha hammaylarga chiroyingiz bo'lamdi, ismingiz bo'lamdi, o'rnab ketdi yuragimizga. Lekin siz to'g'riliq bilishni xohlaydigan nurg'un masalalar bor. Masalan, turmushlaringizdan tushunmaydi ekanmiz, balliq vaqtlaringizni toza bilib olmay ekanmiz. Biz lekin qiziqimiz. Bir bilishni xohlaymiz. Shuning uchun sen orqali bir ko'chlab bir so'rab baqaymiki deb qoldim. Deb beramiz, o'sha balliq vaqtlardan boshlab bir eslab bir anlığımız var. Ben 1939 yılı Korlu şehrinin Tövengi Dervaza degen mecliste doğulup 56. yıldan başlap ben hizmet bilen şugullandım. Bunun kahvalıda okudum. Hizmet kıldım desem mi boludu. Ondan keyin ben 2 yılda sahne hayatı bilen buldum. 58. yıl 11. ayda beni Ürümçi Şincan Kino Stüdyosu'na Yütkepek geldi. Şunundan beri ta şu pensiye çıkışılık ikram bilen sahnede şununda oldum. Ben ikinci bir kesip bakkan emez ben. Ben edebi sanat olarak. Benim kıvaçlarımdan hepimizi edebi sanat bilen şuğulumuz kino, drama, televizyon degende gidek. Camiamda bundan sıkaysam 100 giyiti de. Kino, televizyon, sahne eseri. Hemmisini sanığa vaktimizde, doğru. Hem de hazır birincisi selamet ahvalımız mı tazı yakşamaz. İkincisi yaş çoğup kaldım. Ben bu yıl 84 yaş girdim. Ömrünüz uzun olsun. Hem de bazı bir derslere onu pek intilip gitmedim. Sebep selametlik ahvalımda bir özgürüşüp kalsa tazı bulmaydı ki. Şunu üzerine ayapma bazı bir derslere yakın gelmedim. Hem de hazır bir işnak bizim tamaşbirlerimiz bize okşaş kıyri çolup Allah'ına hesap kalırdı ki. Bunu bir hesapta hem de bulabilen bir didar görüşüp alman bulup ötüşümüz gibi bir şerait yaratılıp kalırdı ki. Bugün balla sakalsanla bu işini uğurlaştırıp size. Bunun hem sizlerden ki sormakçı olan soraklarınla olsa cevap vermem. Bilişimce sizin şu kesipte muntazam terbiyelenmegen o değil mi? Şuna. Lekin şunda durup şu en dastlabki mening bildig'im hem de İşki avlod degan filmga qatnashib, shuningdan keyin shu artistik hayotıngiz boshlangan deb o'ylayman. Shu jarayonlar qanday bo'lib boshqa bir imtiyozlarga erishib qoldingiz? Hem de bu adabiy san'at deganni turmushni elib turmush qaytiradigan bunda bir uslub bu. Hem de biz hakikaten bununki kesbi mektep var. Kesbi mektepte mi okuydu? Yoki özde bir tabi talant bu Allah. Onu cari kıldırdı. Ben hem de şu tabi talantını asas kılıp cemiyetten ügünüp halktan elip halk kaytırıp müşterici geldiğim desem buldu. Ben herkes boş vaktimde bekar ötküzüp etmegen. Turmuş gün ettim. Meyli bir töven güç şeyle. Meyli şehrik gireyle. Kayağı basam bir kesipni asker mandak olurduken, işçi mandak olurduken, dihan mandak olurduken deydiğen eminim de bir kallı var. Şunun sen salime. Sen de tipi görek, körülgenlik gidek müştak neyse olsun. Ügünüm hemen. Şuna ben kırgan nesillerimde turmuştan geçip gitmeydi. Herkes ben çeçimini meye gelip sürüp tüp beşim dop giyivamayım ben. Ben elbette bu şu dop giysin çaş bile işkisinden buna sürdü var. Bana bizi okşaş. O da giydi dopunu. Çaştam şundan oldu. Çaş dümdük çıkıp bu dop tüpünü leylep şurada bu yalgamap kaldı. Doğru. Turmuştan çetmeyeceğim. Bu turmuştan işraklışı bitti. Meyli mozdoz olay, hamçı olay, meyli aşpez olay, ben şu turmuş çünkü ben. Kılalayım. Bunu kege vakti da resmi aşpez kokşaş, resmi navay kokşaş, kılalayım. Sebep ben turmuşsuz geliyorum.
Demek Mehmet Şerif'te hazırkıdek muştaq nam çıkırışınızga, muşunda kuniga kelishingizda şu to'xtamay tirishqanligingizlar sababchi bo'lgan hisobda. Ondan keyin bizning bagraq esimizda qolgan rollar burunqa shu sahradan kelgan dada urib to'qmoq ish qilib, mening ko'z qarashimcha siz bir komediyalik rollarga bek tushsiz deb o'ylayman. Men bunday aytgan vaqtida ko'p xil obrazlar sig'ib ketalayman. Mayli men ziyoli bo'lay, mayli harbiy bo'lay. Ben ya işçi bulayım. Hemiz birbirine okşamaydı bunu. Hem de elbet gerek bu okşamağındaki şu adamın karakterini öğrenişim gerek. İçtimai ornu, iktisadı ornu hem bir cihettir bunu mükemmel ilerlegendeki. Ben oynap aşını halk yetkizsem halk kayboldu. Bulmasa bu. Bu dağlı ötüp gidiyor. Bugünkü yağvatka yağmur okşak ötkinci kaldı bu. Bu asasınki menbeyi neredeyse çıllıktan ügün işte. To'g'ri. Burungi vaqtlarda sizning kasbiy o'qimaganligingizni uqmaydi ekanman. Burun men shu kasbiy maktabda putdagan shu shonlashqa rollarni ishda voyaga yetkazdi deb o'ylaydi ekanman. Lekin sizni ma ziyorat qilishga necha kun qolgan vaqtda biraylarni anglab qoldim men cho'ng birisidan. Anglab, o Mehmet Şerif dadimiz kasbiy emas amaliyotda, u kasbiy maktabda muntazam tarbiyalanmagan, lekin o'zining tug'ma ishida bir iqtidori bor. Shu o'zlam yengib chiqayotgan musada deb shu gapni olgandan ha deb hayron qolgan. Demak, shu obraz yaratishdimi? Bak alayligingiz bor, ko'p qirliq hisoblanasiz. Ügünümüz. Mektep demek, ügünlüğe ya demeklik bu. Biz bu gerçekten kasbiy mektepte okumagan bolsak mı? Lekin resmi bu şu turmuş mektebinde okuduk desek bu. Doğru. Biz ikisini birleştirdik. Vallahi praktik kılıdı. Ben bir bastılı çıkalayım seni. Bizde anlamında sayıtkanda 4 karar vallahi okup geldi. En ahırki 4. karardaki vallahi kaldı ben pensiyede hazır. Ama bu şun deryandı mı? Vallahi bizden ügün daha yeri cık. Vallahi soraydı bazı yeri kekildi. Kandal olmasa bilginimizde vallahi hep birimiz küçükken bir menfaatler sor. Vallahi bekerek deydiğinim. Bir yere basan keşke oynap gitme Allah. Ben turmuş günün var. Şimdi tövenge düşüp oyan koy, yakıp film işleyimiz. Şimdi bağvandı oynavasan var. Mayaydı patiçinin var. Şimdi kütüp durdu. Alım günün var. Bu fırsat. Vallahi deydiğinim şu. Doğru. Men texi Mehmet Şerif dada o'ylabdim-a. Sizningki bu oiladagilar kichik vaqtingizda shu ota-onalaringiz cho'qim san'at sohasi bilan bir bog'lashligi bor. Cho'qim shunday bo'la olgan deb o'ylaydi ekanman. Men kepsizrekdim kichik vaqtimda. Bunda cho'chaklik nag'risi qilib, nag'irchilib o'ynab, qasqonning kemida cho'distikni nimalarga dap qilib, dap çaldım ben. Ömekte dap çaldım. Usulum oynab baktım. Ama şu ahırki kelgan vaqtida mening to'xtagan yerim o'shada bo'ldi. Hem kichik vaqtimda ko'parak kinoni ko'ratdim. Qiziq birini bo'lsa men qiziqatdim. Kelib to'g'ri aytdim ben. Mening de alaylik shu. Lekin dadam adbiy san'at bilan toza ho'shi yo'q edi. Sen mutaassifrakdi. Ko'zimni bunday qarab yoqsin tutadigan. Şundaqtım ben telip aklı kelgan chaqda uzib chiqdim. Keyin dadamning qoyil bo'ldi. Bu chiqish yo'ldan o'shadan topdi ekan bunga. Boshqa gap qilmasa qo'lga deb qo'yibdi. Sizlar necha qarindosh? 6 etdik. Ikkisi o'lib ketdi. Siz nechinchisi bo'lsiz? Men cho'ng bo'ldim. Eng cho'ng. Eng cho'ng. 4 qiz, 2 o'g'il, 6 bola etdik. Tuqqanlarimiz to'g'riliq ozroq so'zlab berasiz. Tuqqanlarimiz hozir ular dehqon. Yak terib şeyden buğday alırdıgan. Ama işte kesmiş oldu valla. Hem de benim dadam neyime kılattı deyse kesip bağlıdı da. Dadamın ki takallısı neyime deyse boyakçıydı. Şirip boyaktaydı benim dadamın ki. Bunlar da boyakçılık kılırdı. Pangazıydı da. Sopun şirip başına kesip. Nimeleri de bunun ki dairesi kenarı. Asası yaptığın kol sanat işlediysek mi buldu? Şu vallahi biz hemimiz okşamagan deriyiz. Lekin Ali mektep ötüp okuşuk hemimiz işleydiği yerini tepip aşağıdan bulup gittik. Baldırla mı işe düşken? Ben 16 yaşımda düşken. O vaxtlarda eli verdi o işe? Bizim kesbimizge karaydı. Gerek o vaxtıda onun ki bizge önkten deydiğen gap yok. Bu da yakın payda oldu burada. Unda bo'lsa, Mehmet Şerif dada tunji og'ir rolingiz qaysi?
Başrol. avlod. Oş tunisi mi? Ha, tunisi. Mening ko'nglimning tunisi mi kelibdi mi taxi? Ikki avlod shu ikki avloddan keyin Jiroqlik Uchqunlar. Ha. Jiroqlik Uchqunlar Bilal Aziz deydigan bir shoir var. Birinchi qatimda menga oson tushmadi ikki avlod ishlagan. Biz u vaqtda tamda saklab tushib kino ko'rdigan vaqtlarimiz. Ishlaydiganga meni Ali deydigan bir inqilob qurbonining o'g'liga bekitib qo'ydi. Bilmayman vaqtida. Beri keldi, kendi ketadigan, kendi Aşına turluğa vaqtida. Onu qanda tamamladınız zo'r. Endi buningga kelgan vaqtida bir ay qattiq o'zim azoblandim. Hatta bo'ldilar shundan qatnashmaya degan yagim keldi. Bir og'inam batdi, u buguncha gapni qildi, shuning bilan to'xtab qoldim. Yana bir og'inam bizning shutdin gapmayadi, to'xtab qolgan. Ketme, to'misha tursang zodi sen uzib chiqsa, sen kichik vaqtingda mo shoqitdan sen kichkina bizim bo'lsa deb turibdi. Aşını to'xtab qoldim. Menga ikki tarjimon berdi bir kinoda ishlaydigan vaqtida. Birisi ig'iz tarjimoni. Tekstni tarjima qilib berdi. Yana birisi kitobning obrazdoshidagi har bir obrazning xarakterini deb berdi. Do'yandan deb berdi. Ikkisining vazifasi ikki. Shunaqa qilib ikki ishlagandan keyin angizda bir tarjimon ketdi, azban anglaydigan bo'ldi. Biz ikki filmning oxirgi kelgan vaqtida o'zim bevas do'yannikini anglab, o'zim so'zlayoladigan bo'ldim. Tekstlarimda bor. Tushunib bu vaqtlarda. Demak, Mamat Sheriptoda sizning shu ikki avloddan boshlab, keyin masalan bir mezgil VCDchilik bir qaynab ketgan bir vaqtlar olib ketdi. Nurg'un Shinjongning bir VCD plastinkalari chiqib ketdi. Asos jihatini sizni ko'rib turibdik u vaqtda. Hamma filmlarda degidek ish qilib, dadalarning rolida jiqraq bo'ldingiz. Masalan, Sahradan kelgan dada abayman deb o'tgandek o'rtoqmoq chiqib bekchiq sanasak 100dan oshidiki. Shularning orasida yaratgan obrazlaringiz ko'p hisoblandi. Qaysi obraz eng yaxshi menga yaraydi deb qaraysiz? Dramada G'unchamniki Mashrabning. Voyaga yetkazib o'ynadim desam bo'ldi. Onu da mesele. Filmlarning ishiga kelgan vaqtida bekarak nim qildig'ini Sahradan kelganda. Men buningga jiq izlanib ketdim. Turpan qapadi, janub tarafga bordik. Aşağı turmuş izledim. Yıllap şehre kirmeydiğin onda adamlar var ki. Aşıldı nügendim. Bunun turmuşundan tat, hatta üyüm badım. Üydeki ahvalı kandaktı oldum. Birden ötküzüp aşına kalıp bir ahval geldi film etti. Bu mantıqı bak oddiy o'ylabdim. Uni shu siz o'zingizlar ishingizdan chiqarib ham o'ynayotgan deb o'yladim taxi. Bunda jarayonlar ekan. O'rganmasangiz uni javob qoldi. Mush Sahradan kelgan dadani o'ynab bo'lgandan keyin men bir kuni bir Shanxongdan Materpidin konsultatsiya kirib ketyapsa, birisi keynimdan paloq yugurib keldi bu. Bu nim bo'lganda deb keynim qarsam kelib qo'limni tutyapti. Tanimayman bo'lmas. Voy aka. Ben seni tanıp kaldım deyden, nim bo'lganda bu. Filmni ko'gini esimde yo'q. Nimaga tanıp kaldım desem, Sahradan kelgan dadı ayni mening turmushimdagi ekan. Mening bir ayolim batdi. Mush dadamni shunaqa. Başka bir yerde ekan, shaharga gezdim, shaharga ketsam, ashunaqaroq qilib ketdi-da. Bu adam mening turmushimni o'zini turmush adam. Bu odamni bir ko'rsam bo'ldi degan. Bugun qanday bo'ldim, yo'lda uchirib qoldi. Ketib bo'lsam shuni yugurib kelgandim. Aşının o'xshash. Nurg'un yerda ketib bo'lsam, tudanka deb to'g'laydi. Ben yanmışım deb to'g'laydi. Filmnikini. Shu obrazlar esida qolganda. Shunaqa oldu. Nurg'un narsa chiqdi. Ish davodaymiz. Nurg'un 30'dagi odam. Shunga o'xshab filmlar. 30'dagi odam bu bir navoy. Bir haftada navoyning keyni judim. Xibres yine durup ximiçayla iş verme. Nanası nan içişime öğrendim. Ahırki geçağımda yakışını öğrendim. Aşına kılıp ağam bilimdi. Hazır kılalaysiz aşk kesiplerini mi? Hazır ahır gelgende bu verip pola içişini günüm aldım. Az emez bu polama. 50-60 kilo kuruşunun polasını iteleyemez. Yoğun kazanma. Demak, men gaplaringizdan esib qoldim. Mamat Sheriptoda shu burunqi artistlar bilan hozirgi artistlarning bek cho'ng farqi bor ekan deb o'ylab qoldim. Men sal siqilma.
Mandaq aytқан vaqtida hozirgi yosh artistlarimiz ko'ngli qilib ketmasa bo'ladi. Turmushni bilmay turib qarasa o'ynagan narsa yolg'on bo'ladi. Hech kimni qoyil qilolmaydi. Bir kunlar kelgan chog'da o'zingdan o'zing jirkinisa, "Hey, mushni men qildim-a" deydi. Endi har qanday nima qilish uchun bilim bo'lish kerak. Ashuni o'qish kerak. Tahlil qila olish kerak. Qisqasi ikkimizning o'rnida, yeyishimiz bilan ikkimizning yosh farqimiz. Yanchig'imizni ko'rsak, sizda 1000 ko'p bo'lishi mumkin. Meningda 100 ko'p ya yo'q. Mush iqtisod ahvolmi odamning ruh hayotiga ta'sir qiladi. To'g'ri, to'g'ri. Bu narsani egallab turib, siz obraz yaratmasangiz, to'g'ri. Bu degan yerdan chiqmaydi. Hozir mush yosh aktyorlarga deb qo'ydiganlaringiz bormi unda bo'lsa? Bor. Endi bular eng muhimi turmushni o'rgansa. Hozirgi bir ahvol nima desa, ekronga chiqsa, taxmini ko'rsa deydi. Ko'miz sen shu. Lekin sening qilayotgan ishingni ko'radi. To'g'ri ish qilyapsanmi, xatomi? O'zining digini bilan qilayotgani o'xshashmi emasmi? Buni qaraydi. Shuning uchun turmushni o'rganish kerak. Reallikdan qochmaslik kerak. Buning uchun oynayotgani 50 yillar, 60 yillardagi ish qilayotgani hozir bu 20 asrdan o'tib ketgan. Toshlarni mayaga qo'yib o'tadigan qo'yisi bo'ladi. Lekin qilayotgan tashviqoting bilan moslashsin. Bu reallikdan qechib sen belak bo'lsangiz, o'zing chiroyli ko'rsatmaydi. Uni surat tutishni ko'ching chaplab qo'ydi. Rahmat mana shu yerda. O'zimiz e'tirof qilgan peshqadam san'atkor, hurmat qiladigan cho'lponlarning mushtaq har bir so'zi biz yoshlar uchun mush kasbda tirishayotgan, izlanayotgan yoshlar uchun pek qimmatli bir dars hisoblanadi. Nurg'un yoshlar mayli mush soat bo'lsin, bo'lmasin, ish qilib, biriya bo'lmasa biriya cho'qim ta'sir qildi deb o'ylaymiz. Mush program orqali aktiv energiya yetkazib olsak deb biz shuni maqsad qilyapmiz emasmi? Kasb nuqtadan to'xtaldik. Hozir turmush ishlaringizga bakiliqqa inchga kirib olamadik-ku. Mushu hozirgi oila to'g'riliq bilib baqsaq bo'ladimi? Masalan, qancha yildir to'y qilgan? Men 61-yilda to'y qildim. Bu ayolim tugab ketdi. 6 yil oldu tugab ketdi. 5 bola bilan qoldik-da, bir bolam tugab ketdi. 31 yoshga kirgan vaqtida bir o'g'lim tugab ketdi. Hozir hamda 4'si var. 4 bolaning ichida birisi bizning sistemimizda ishlaydi. Kiyim loyihalarini istaydi. 10 pensiyaga chiqdi. 50 yoshga kirganda pensiyaga chiqadigan bir siyosat chiqib boshladi. Yana bir o'g'lim Dalyandan istaydi. Uni xizmatini tugutib pensiyaga chiqdi. Yana bir qizim Tambay deydi. Uni pensiyaga chiqdi. Endi bir o'g'lim qoldi hozir. Bu o'g'lim hozir san'at kadrlar maktabi deydigan bir maktab bor. Bizim adabiy san'atdagilar pension qiladigan, sirtdan o'quvchi qabul qilib shu maktabda. Cho'nglar ma'rifim bor. Cho'nglar ma'rifim ta'alluq bo'ldi endi. Hamiz salomat bo'lsin. Shunday qilib Mamashiribda yaqin-oyoq nima ishlarni aldirashyapsiz. Xeyli uzun bo'ldi, taklif qilyaptqili. Sizga necha qitim telefon qildim. Salomatlik yor vermaslik sababdan baldir chiqib olmay qoldingiz bizdan sayanlarga. Endi bolam, rost gapni qilsak bo'ladi. Ko'nglimdagi gapni desam, chiqqidek bir narsa bo'lmadi. Ba'zi bir talabga men moslashamadim. Mening qilay deganimga bir narsa chiqmadi. Mashina bilan bo'ldi, endi men xizmatim yetib pensiyaga chiqqandan keyin bo'ladi degan aramayapsiz. Aramam. Buningdagi yoshda bir filmlar to'g'ri kelib qolsa, yana ekranlarda ko'ralamdi. Agarda muvofiq bo'lib qolsa, sizning talabingizga uyg'un kelsa, yorib bersa, salomatligimiz yorib bersa, qilamiz, qilgan kasbimiz shu. Biz uni ko'rishni xohlaymiz. Unda bo'lsa, Mamashiribda men bunda bir savol chiqarib baqqan. O'zingiz bilan davrdosh nurg'un aktyorlar bormi? Nurg'un artistlar bor. Endi davrdosh deganim balkim 10 yosh, 5 yosh bunda bir cho'ng kichik bir hadislar bo'lishi mumkin, lekin endi bir davrda tonilganlar hisoblanasizlar. Eng yaxshi ko'radigan shu davrdosh artistlaringiz kim o deb men bir tanlash chiqarib qo'ygandim. O'sha bir tanlab baqasizmi? Men ismini bir deb baqayman boshda. Birinchisi Varis Islom Firdavs Azizi. Varis endi mudofaa etgan vaqtida bu ko'para chet elning filmini o'ynaydi. Shuni yetkazib degandikidek o'ynaydi.
Yana birisi Yolbağız deydiğen birisi. Bunu oynadı. Bunu şu obrazın karakterini aça aldı. Doğru. Hani bize bu özara fikir almashtırışqa amrak to'g'ri bo'lgan yerini qabul qildi, to'g'ri bo'lmagan yerni kelgan chaqda ham bo'lmadi. Mana bo'lsin deyalay. O'tib ketsa ma chiqib olay deydi. Unda qilmaymi. Aslında cüreti var demek o. Rahmet. Ona olsa ikincisi April Samet, Mehrigül Ahmet. April hem de bu kemik artist. Bunun köperek filmlerde şu komediyelik rolünü oynaydı. Bu şu kelleydi. Karakterini açalaydı. Bizden de öy kotunu olsun yani biz ziyaliğe özgüreleydi. Bunun da bir hoşlak bir alaylık var. Her xil obrazlarni yaratishda alayligi bor. Keyingisi ma kichiklar menvatıda hujuma Ahmadjon Abdumet, Mavlon Niyaz. Ahmet artist o. Qayligingiz qaysi tarafda? Mening o'ynayotganimga bek qaraydi. Bana o'xshay turmush o'g'inish qiziqdi bu. Bir 3 ballı var, akagan ballıdan. Bu şu ballı aşınaq. Mesela sizning shogirdlaringiz bormi? Men shogird tutmadim. Lekin ko'psi meni o'ynayotganimga qarab turib O'ginalaydi. Nurg'uni bor shunaqa qildim. Meniki biz hamda drama o'ynadik desam, video deb ishga bo'lib qo'ydi. Hamda bir tasodifiy bir ish bo'lib qolsa, ayon biz o'ynaydi. U bo'lsa tang. Rejissor bir qatam mangdirib qo'ysa, shu an ching tutib turib, bizningki menga qo'yib, bayqagan tarafimizga yiqilish. Devamlı qaşını ko'rib o'g'iniz. Odatda mush kino filmlarda mi açtık? Ejo, bijo deb ayrim bulamda. Alrab. Men tek bunu teatrdalan ba deb o'ylaydi ekanman. Buningda uygan deb qo'yib qo'ydi. Film chiqaramiz deb qilmaydi. Faqat bo'lmagan yeri kelganda tasodifiy ash artistni. Birer bir çatağa chiqib og'rib qoldi deydi. To'g'ri. Birer bir hodisiga yo'liqib qoldi deydi. O'sha bo'lganda o'rniga dasturdi. Teatr to'g'riliq abay men bir narsani so'rayman deb untiqatdim. Siz naqshidimi, hamda alayligingiz bor, naqsh usulda alayligingiz bor sabab ko'p qirliq bo'lmasa teatrga bo'pulamaydi-ku. Mush sababdan-ku deyman. Mesela çünkü beni yötkep akilişte bir körek oldu. Şu körek gelgenme. O vakti ben sen de soynaydım. Usulçılık kıldım. O yerden gelip verip dap çaldım. Müzikleri dap çaldım. Onun din kirli İngilizce bu şu sahnede komediye oynadım. Rast geldim diysem oldu. Ben koyga oyun şu vakti da kolu şehirlik senetümüydü. Ben şey çıkmış. O yanında ben çıkmışsam vakaraydı tövende. Ben şirip qanede to'g'laydi. Ashinchilik oldi deydim. O vaqtlarda itot mu oynamdingiz? O'ynaydik. Itot tamiz uşaq başlar o'xshash qilganlar bor. Mursahada amada siret vaqtida ay deydigan yerim yo'q. Pushaymoning'iz yo'q faqatla. Filmda olsun, sahne eserde olsun. Ve hatta kino ovozim berganman. Studiyadagi vaqtida shunaqa. Onda bo'lsa endi davomli yoshlarga keldik. Yoshlardan Abdukerim Ablaz, Xalmurat Ömer. İkisi obraz yaratishda bir-biriga o'xshamaydigan uslub bilan o'tirib chiqadigan artistlar. Yaxshi artist ikisi. Ikkilaysin tanlaysiz. İkisi yaxshi artist. Rahmat. Onda bo'lsa yana keyingisi Xayrigul Hasan, Guljamal Matniyaz. Xayrigul hamda komediya artisti. O manaqsiyatga vaqtida birer nersini deyse kabul kıldı. Bu balıdaki alaylık şu. Bunun yaş geldi. Şervan deyimiz Punçem'deki anneminki Ömer Şahin'in hoteli. Şu vakti Nimen oynayan onu. Ayşem Kerim oynayan. Dostalıktan tane. Keyin de April oynadı. Ahır kegen çağda Xayrigul oynadı. Xayrigul gümüşler ne hazırlık kabul kıldı bu. Turmuşta hem işnarken burada. Bu ballı yaş. Ötküzmez kesildi o. İşmiş okşaydı o da. Hem en boyun mesele ne dese. Aşıdan kıvır. Toğur teripini göğüstü. Karakterim bunda oldu. Ne çıkardı şimdi? Balam dep durdu. Balam degini işte Alman'dan dep durlaydı. Aman kılıyım oldu. Şimdi ağzını çıkarmışsın ama konuladın mışnak. İşbadleşti bu. En boyun mesele. Doğru. Hem de aşı balla kabul kılındı. Hem de bundan keyinki ballanıkla bizden daydığınız başka ne bilmez. Tutmuş ne günüm var. Tutup ögüllükke bir tarihi biçimini yazıp kep kalsa, bunu işleyenmişse, kalanmışsa, sette. Doğru. Sen bir sistemi de
Devletin kadri turban kılamısan, bilmisan qanday bo'ladi deb savol qo'yishi mumkin. To'g'ri. Kutadiganimiz shu. Qayrgilardan shu yaxshi deb qaraysiz. Rahmat. Shunda bo'lsa eng oxirgisi. O'shur Salay, Imom Yasin. O'shu qari bu shu dehqon qilib yaratgan kadr. Buni mayli hamon qapirib qo'ysa, hamon to'riyalaydi. Kecha qushqa yegi bo'lsangiz patqoq qilalaydi. Tam qishib chiqarib qo'ysangiz tomchi bo'lalaydi. Buni yigandoniki. Qanın qilib qo'ysa, mashallaydigan, shuning sig'adigan artist u. Endi bumi mana saytqa vaqtida yeshi to'shab yenib chiqsa, shuning o'rniga desaydigan odam toza ko'rib boqmadim. Chiqib qolganda, bado. Lekin o'sha qari bu terpga kelgan chaqda haqiqatan alayda. Alayda. Rahmat Mansurda. Rahmat. Film ishlash jarayonida unutilg'isiz bir qiziqarli ishlar bo'lib qolganmi? Shuni birani eslab deb beramsiz. Bunda ishlama bo'lib turdi. Ishkalatni ishlagan vaqtida biz taq chiqdik. Bo'g'da terga. O vaqtida mayalda qa yo'q, ayada qa bor. Herkesga to'g'ri gap qolgan. Mening bir o'rin chiqishida yerim bor, qa o'rin. Kelib Aynisa deydigan meningki yurgan qizim bor. O qo'limni tatimi deb umid kutdi boshqa. Aşağı ekirip beni kulağımı tahtadan mayak içine kömür tuttum ben qada. Ama o çıktı bizden daha tutulup kaldı. O vaxtıda şərait manındaki yaxşı emas. Bir aparat var. Becindim belki aparat. Bu da o filmi töp iki tarafga nem qıldırgan başlaq. Turumuz ahir kelgan çaktı 3 saatlik aşağı kömür tuttum qada. Muycun. 3 saatten keyin aldık bunu. Ağırıp qalsam bo'ldi, so'qdi ketdi. Shuningdan keyin mening putim og'riydigan bo'lib qoldi. Hozirgacha asardi bu. Og'riydi. Men bunda nim qilgandan keyin to'plik qama o'tak turibdi. O'takning o'nchi sal kengarak. Mayadi kirib kishida suv. Putim kararti bilan erib pashada sal to'ng'laganda bo'ldi keyin. Qalsam shalaq so'q muz suyu qashlab qo'yib turibdim men. Vaqtida yashagan gibi bilmabdi. Keyin bak qilgan vaqtda hisob qilganligini qo'yib Oy. Demak, yosh vaqtida bilmaydi-ku. O og'riqlar. Cho'nglar deydigan shu, qilinki shu qiyirganni bilsa, bizdek o'g'anni bilsa desa, shu nima deydi ekanmiz hamda. Hozir men bilan birga asrdan sho'p ketdi-ku bu aptaga. Buni unutib ketamaydi ekanman, meni tutqizib. Qiziq, shu vaqtlarda men shirtada aş filmler qatnashgan vaqt necha pul ekan? Puldan gibi deydi ben. 50 kişi koydu maaşım benim. O 50 kişi koyum xeyli jiq puldu. O jiq pul. Endi 50 kişi koydu. 50 kişi qaltı un keletdi. Demek jiqga. İqtisat demişim degil olmaydı. O vaqtda bizning aktivçiligimizning alamet. İqtisodni deb emas. İşleyimizken bu aşning gibini demeydi. Ama bizimki işlemigen bu taş üstten deyimiz. Yaşlar üstüne. Polistense, aeroport, aşağıda hemmisi de bizim kantinimiz var, aşağı işligemiz. Herkes bakımı bir şuyku, aşağıda biz tigeni kovalatmak var. Biz stüdyoya burada yol tuttuk. İşte işte bu, bunu oylap gelsek aşağı bir küçük kere günga uçak gidiyordu. Rahmet. Muşu memlekette melle emas belki muş naq meydandagilar shunda o'ylaydi. Burun olgan ash rollardan bir ikki tal obraz do'rab bergan bo'lsa deb bir talab qildi. Bir do'rab beradilar. Hozir bu vaqt kelgan vaqtida uni darfisam toza. Ushtin bo'lmaydi memlekette naq meydan. Yaxshi. Film 100 yil deb bersa bu naytim yaxshi. Mayli 30 yillik odam bo'lsin, sahradan kelgan dada bo'lsin. Urtoqmaq olsun, üç dava olsun, çıraktüğü karanlık olsun.Uştan kaçını koysanlar. Benim karakterim ne? Oxşaş, körü ağlı buldu. Aşı urtoqmaq to'g'riliq bir to'xtalib baqaylik-ku, Mehmet Sheripda daras. Aşı men bek yaxshi ko'rgan filmning birisi. Siz qanday qatnashib qoldingiz shu filmga? Buni men film ishlab qilgandan keyin rejissyorlar ama yerda bunda bir adam bor. Ama şu obrazni, bunu yazgıcı bilan rejissor o'zi tutishdi ama film ishlaymiz. Filmning daftarini ko'rgandan keyin ayol artist qancha, er qancha, bosh rolda kim bor,
Qarşı qandaq hammasi uchiq bo'lgandan keyin mush adamga bir adam topsaq o'ltay degandan keyin kelib izlaydi uni. Shuning bilan kitobni ko'rib bo'lgandan keyin izlanamiz. Doyanga deymiz, ba'zi bir muvaffaq bo'lmagan yerda. Yozuvchiga deymiz. Yani turmuşdan ko'rib. O'zgartib berdi. Siz hozirgacha rad qilib boqqan filmlar bormi? Men chiqmayman bu filmga, men o'ynamayman deb boqqan film. Men o'ynamaydigan film ko'p bo'libla yaqin kelmay hech ketma. Meningki hozirgachilik andaq mandaq deb bana filmga at qo'yib chiqilib ketib, bunda degan gap yo'q. Yo'q. Hamma filmlarimni o'zingiz ko'z yeydi-da. Hadi size onu tasdiqlaydigan yama tasdiqladi, ko'rdi, bildi. Rad qilib o'tgan film yo'q menimki. Yaqinda Hongzhouda bir film ishlandı. Uloq adam junglaydi deydi. Onun da Varşlovni oynadim. Sovet İttifaqı Militsiylar Sovetining raisi. Varşlov başına. Bu hesapda en oxirgi filmingizmi? Ya ondan keyin yana bir su. Junglayning London safari deydigan film. Onun da mı şeyi bilan birga chiqma. Junglay Ha, Varisga mı qatnashgan film shu deyman unda. Varis qatnashgani boshqa. Ha, o boshqasimi? Demak, eng oxirgi filmingiz shumi? Eng oxirgi film nima bo'ldi? Chingizxon bo'ldi. Tayanxon deydigan bir. Ha, to'g'ri. Podshosi bor. Onundan keyin qatnashib boqdingiz faqatlar. Tushak ishlar bo'ldi deb. Kichik filmlar. Qirg'a vaqtida. Raskem desem bo'ldi. Ba'zilar kerak bo'lib debdi deydi. Ba'zilar deydi, qirg'anda bo'ldi, endi namoz bo'lmamdi. Ekranni toshqizib etdi, yana chiqib olibdi deysem. Bo'ldi bu odamning oldi gul keyin tikkan narsa. Bo'ldi. Qilmayapti shuni. Xizmatim yetib pensiyaga chiqibdi, men to'xtab qolaydi. Guangoli chiqib keldi. Buning nisbatan hozircha chiqmayapsiz. Hammasini rad qiliblam. Ziyoratni qabul qilib boqmadingiz. Penguin yozadiganlar bir Hanzo'li paydo bo'lib qoldik. Uyni ishini qilib qo'ymaydi. Bir qizim bor. Shuningga kelsam qandoq deb bo'ldi, ichagi izlab berdi. Apparatni ko'tarib berdi. Shunga bir gap qilib bersang deydi. Nima gap qilib beraman desam, men azroq bir so'rasam sen shunga javob bersin. Sizga o'xshash ba'zi bir narsani rad qilib shunga javob berib qo'ydim. Bir jurnalning bir ishlari o'xshaydi. Bir jurnal aldı ki, sörtüyle aldım şey. Şimdi hep verdim, ketlerime tutuyulup dedim, bana benim gepim hep ayağı sörtüm böyle çaplap koyup, kendi gibi şimdi çaplap. Hadi geldik ki bunun cevabını, ben bir daha işkemlisin desem kuluk ettim. Bu jihatlarda pek sezgir ekansiz Mehmet Sheripda. To'g'ri-ku, abang biz paranglashgan vaqtda men bir tushunay degandingiz. Endi bumi hisobda bir kasbchanlikchu, bilib yiqish kerak, tushunib yiqish kerak har qanday bir narsani. Bu shuni qarab, ajab astoydlik Mehmet Sheripdan yashinib qolgani bilan yana kallisi shundoq yaxshi turibdi deb o'yladim. Esimda vardı. Bizning Odilmijit G'uljining aqaraqi to'g'ri bir gonga. Ha, to'g'ri. Biroq voy bu ketga eshitganda biz bilamiz. Keyin nima dedi? Anındaki isimlik tikep dikende İliversen çıkın bomba çıkmayı dedim ben. Ne oldu dedi. Ne oldu de. Adıl oldu. Lekin mavi abide soda suyu cuma Mehmet Sheripda. Ya tamak sandırdıganço. Onu da bilmem. Yani başka şey çıkıp kalmışsın. Paklan toku demisinin bir kongosunu verdim ben. Paklan. Şununki obraz vekili verdim. Vay kep ketken telefon. Ben bunu kıgan bilen oturgan köpçülük görürdü anlayın. Doğurmagan bilen bir yer otur deydi. Ay kata oldu iken. Cuma ona ne diyse bunu çıkışta olunmadı şuna. Pek dikkat kılış gerek. Onda olsa Mehmet Sheripda axirqisi mushu hozirgi to'r dunyosi qanday qaraysiz? Hozirgi mushu Vanxong deb qo'yamiz, mushu Douyin-larni ko'radigan bo'lib ketdik. Biz bekor qilsak telefonda o'ynaydigan bo'ldik hozir. Mushu ishlar qanday qaraysiz? Qanday ko'z qarashda? Bu bolam zamonning taraqqiyoti bilan kino uyga kirdi. Uydan chiqib yonchig'imizga kirdi. Hamda mushuning ichida shundoq bo'lishi bilan billa toza ta'mi yo'q narsalar kirib qoldi. Tatlı narsa kirib o'z yo'li bilan mangan bo'lsa bo'ladi. Bu endi rostini desak ham islama ko'ryaptigan. Bu tetiksiz ishlar bor. To'g'ri. Buni endi sal kichkina rad qilsam bo'lsa, bu berib
nurg'un ishga ta'sir qiladi. Millatning obraziga ta'sir qiladi, davlatning obraziga ta'sir qiladi. Tashkil tuzum hamma narsaga nisbatan e'tiqodsiz qilmashmaydi. To'g'ri. Bunga nisbatan endi aktivligi yaxshi. Qo'yam deganimizdek hammasi qulaylik bo'lib ketdi. Yaxshi. Qanday qilib ko'ramiz. Lekin ashundaq narsa yo'q emas. Siz hamda shu yoshlarga boshqacha deb qo'yganlaringiz bormi sport sohasidagi? Meningdan boshqa yana cho'ng ziyolilarmish gapni da'vatida. Ham bular shu o'zininki maydoni bilan turayotgan o'rni bilan qarab nem qilsa bo'ldi. Endi shunaqa o'dillab ketaversa bu bolani buni tashviqot bilan to'sish kerak, uni majburlab bunday qil degan bo'lmaydi. Bu shuna jarayonida har yangi ishlar o'tirib chiqyapti. Ba'zilar to'g'rilik deb notim techiqsiz biz bilan to'g'ri. Bu kulki degandan o'zi kulish bilan g'idirg'is kulgan bu ikki gap bu. Qarab turib g'idirg'ilab kuldiysa bu kulki olmaydi. O'zi o'tirib narsaga qarab turib kulsa bu voyg'iydi bu. To'g'ri. Hamma narsaning pokligini saqlash kerak. To'g'ri, rahmat. Unda bo'lsa, keyingisi mana shu yerda bunimi endi cho'qim rad qilmassiz deb o'ylayman. Naq maydonda shu hech qanday tayyorliqsiz holatda bir obraz yaratib bera olsam qanday bo'lar? Bir narsa. Ha? Birsi mening put qo'lim hozir toza yaxshi emas. Salomat ekansiz. Bu og'zimni gap bo'lgan bilan putimda harakat qilgan olmaydi. Diqqat qilmasam, meningdan burun mana deganda qilib turib putim. Alğanlıkın ehtiyat qilmasam bo'lmaydi. Bo'ldi. Salomatligingizni ko'z to'g'ri tushundim. Mana shu yerda unda bo'lsa, men asosiyatdan sizdan so'ramoqchi bo'lgan, bilmoqchi bo'lgan savollarni to'liq so'rab oldim, tushunib oldim. Burunqi men tunigan mana shu yerdan hozir yana tushunchim nech balandpay oshdi degan gap. Hamda nurg'un ko'rmanlarmi mush munosabatda bilib olgan bo'ldi, sizni to'liq tushunib olgan bo'ldi. Balki shu naq maydon qadam tashlab qolgan tomoshabinlarimiz orasidami ma savollar so'ralmay qolib qoldi deb bunda o'ylagan do'stlar bu qolsa fursat beramiz. Xohlagan savol so'rab olsanglar bo'ladi. Sizlar uchun marhamat. Mehmetcan dada, yaxshimi? Sizni shu Cho'lpon keldi programmasi orqali yaqin oraliqdan ko'rganimda bek xo'shalman. Sizdan so'rab baqsam, Xinjiangning kinochiligi qanday ta'sirlan ko'rsatdi? Ham taraqqiyotiga qanday qaraysiz? Bizningki tunji qatim boshlangan vaqtimizdan so'rash to'g'ri keladi. Ham bizning sharoitimiz nachar deb olam. Biz kino ishlagan vaqtida. Maningda ko'ngli yo'q. Shamol chiqib talaq chiqib turibdi. O'rni tushmadan beso'lamdikin deb qo'rqam. Deyin chaqniki hozirmi tamlarını qaytadan qurishtirib nim qildi. Ashunga o'xshash bo'sh. Chiroqlimi nihoyatda oz. Apparatdan bu hozir maktabda Amerikaning da ishlar yana bir yana chiqib ketdi. Bizning shu vaqtda film ishlaganda bizga bergan bir apparat Beijingdan Xinjiangga g'amxo'rlik qilib bergan bir konu apparat edi. Biz ashuning bilan film ishlaydik. Yana birisi biz filmni ishlab bo'lsak, jurishni ya Shanxayga vatdik, ya Beijing studiyaga olib jurib, yapyan chiqqandan keyin xabar bo'pti desa, evet işte İngilizce filmninki davomini olmayapti. Hozir maktabda evlilik bo'lmadi deb rejissor desa, yana desa, apparatni mayoq nima qildi filmni qaytadan biznes qilib chiqmaymiz hozir. Japosi yo'q. O vaqtida birchi filmga 3 kilo guruch bilan tegishgan deb davlatimizda yo'q film yo'q. Hozir farqni aytishim, ma'lum qolaylik. Bizlarning ichida to'g'ri xatoligini o'yda arif bo'ldi. Rahmat, oxirida umringizni uzun, salomat turishingizni umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Mana shu yerda masalan shu Konining filmlar savol chiqiblam kallam kelib qoldi. Sizcha Koni filmlar yaxshimi, hozir yangi ishlanayotgan filmlar yaxshimi? Shu yomon. Testga javob bergan oldigan savol chiqib qoldi. Endi bunday aytgan vaqtida sizga to'g'ri tushunishni anglab bo'ladi. Koni filmlar turmushga yaqin. Chilliq bor, rostga o'xshash ko'rindi. Hozirgi tur desam, yerda rostga bo'lgan bilan kendi yağan çıkıp oldu. Adamını qayıl qilish, buna bir adamını o'ziga bir mujassamlashtirish bunday nemisi yo'q. Shu jihati biza yetersizlik taraf turadi. Endi artistlik talab qo'ysa o'ynayolmaydi. Artist qo'yib olmaydi. Yozuvchi ham shuni yozdi, buni rejissor asosiy
rejissor kuşaş gerek. Hem de hazır bundan sınırlığa vaxtıda ne deyimiz? Hem nesinin aldığı pul mağanadan buldu. Pul mağanadan yılı bu. Sen kiskini boşluk hep kalıdı yani. To'g'ri. Rahmat. Yaxshimisiz Mehmetcan dada? Sizlarni bir yaqin turib ko'rib, birontan kinolaringizni yoqtirib ko'ratdik. Sizni mushta bir ko'radigandan aytdim, xursandman. Bayan bir gapingiz textimni qo'zg'ab qoldi. Dadangiz uyingizdagilar mana nim san'at sohasini yiroq ekan yuzda. Siz cho'nglar qiziqmagan, hamda biraqlam qo'llamaydi-da, qandaq bir natijangiz bilan cho'nglarni "Abobda balam qilsang qila" deb qayil qila olgandingiz. Hamda bir oiladagi dada ana bo'ladi. Dada qattiq qo'lliq qilsa, ana sal kichkina beshini silashtirib, yonbosidan terib bo'ladi. Dadam bilan hijinglashib qoldi anam. Shu dastlabda shu sohada ishlayman degan vaqtimda. Anam meni kız ararken işlememdi o. Kılalı adam kılıdı. Siz bunun kardeşsiz de dadam bilen anam ikisi hijinglashib qilib, ahir kelganda dadam ne qilsang qilay deb tashlaydi. Yetilishga sabab yo'q. Yaxshimisiz Mehmetcan dada? Bugun shu sahnada ko'rib nihoyat xush bo'ldim sizni. So'ramoqchi bo'lgan savolim bo'lsa, hozirgi sharoitda masalan mana shu kinochilik sohasida kasbiy bir tarbiya olmagan, kinochilik sohasiga qiziqadigan, hatta bir rollar baxsan bo'ldi deydiganlar. Masalan mana shu kinochilik sohasiga kirsa, sizga o'sha bir natijalar qozona oladi hozirgi sharoitda. Mundaqlar baha balam. Hazır ben dedim o bir film işlesiniz, o filmden aldığı pulu uçup yürüydü o da. Bir bunca noksanlar yok emez ba. Yaxşı terpim ba, yaman terpim ba. Eğer de aşılar doğru düşünüp, aşını yetekliyse, o okumaşlık emez. Şu tirişçilik kılıp olsa, onu kıp giderleydi. O şu nurgun artisti var. Aşılar kesbi mektepte okuğalı emez. Mesela Kırgızistan'da şu bir Adil'den başkasının hemmesi okumağalı desek mi olur? Aşılar üzüp çıktı. Yaxşı vayığı yetkizip oynadı. Bu her bir adamın özünün tirişçiliğine bağlı. Xudo rahmat. Oxirida sizniki tiningizdan salomat, umringizdan uzun bo'lishini tilayman. Rahmat. Rahmat. Sizlarga rahmat. Aka yaxshi keldimi? Sizlardan sorg'ili tilim ojizlik qildi, lekin 85 yosh kirgandan keyin ba'zi bir baqasimiz, ba'zi birlarning ikki umr degan gap-a. Mashinchilik yaşamak deganning bizga nihoyat qabiy mash odamning ko'nglining tuzligidan, ko'nglining aqligidan haqasi netjuz ming odam mashta sahnaga chiqib, ne rollarni ishlab, kino ishlab bizga mashundaq bir yaxshi sharoitni yaratib, nechalardan Pəgənə min mərtəbə xoş bolduq, rəhmət bolduq, rəhmət etmən. Mən şəxsən bunun deyilən nəmsilik tələb qoyuşqa aciz kelimən. Ömürlük uzun bolsun, altın tilləri aman bolsun, bəxt diləyim. Salamətliyini diləyim. Salam Mehmet Şepaka. Şolpankal programması arqılıq sizдің yaqın arlıqdan yüz kögünümge nəhayət xursandman. Bizdən abidə çəkishdən azraq köngül soğusu var. Biz yanıdan işlep çıkarıp azal sağan çılan alqat içimligi hem de limon yalpız içimligini siz köngül soğuz qıvasak. Bunun iki işleriniz takım tutup olsun, teniniz takım salamet bolsak. Rahmet. Soda suyu cuma. Tırın avazla çıksa. Aldırmazsın emin. Unda bo'lsa Mehmet Sherif dada, bugungi san biz uchun bek muhim, bek ahamiyatli bir yaxshi bo'ldi deb o'yladim. Chunki sizni qadam tashrif qilib berganingizdan o'zim yetib ochdi amaliyot uchun. Mishaga chiqib berib, gaqimisangiz mayli, chiqib berganingizdan o'zi cho'ng bir didorlashish fursatida bu biz uchun. Yana bir qatim ko'rinma nuqtasidan ham o'zim nuqtasidan bir tashakkurimni yana bir qatim qayta bildiraman. Bugun jafo tortdingiz Mehmet Sherif dada. Mo'shu Cho'lpankal programmasi burun axchan siz ko'rib baqqan bir-ikki sanni. Bugun o'zingiz qatnashib qanday hissiyat oldingiz? Ben hozircha shuni deyolmayman. Sabab laylab yuribla cho'kdim endi. Hozir sizlarniki tanishtirishimni bo'lar. Endi o'tirib chiqqandan keyin bu mandaq gap ekan deb men kizizsa. Ba'zi taklifim bo'lsin shu vaqtida beraman. Mo'shning o'zi sizning texnik astoydil pozitsiya tutganingizdan ifodasida bu, har qanday bir ishga. Rahmat.
Xo'sh, programmamizning 2023 yillik tajdorligini Abida Biofan Texnik taraqqiyot şirkati alayda qo'llagan. Issidingizmi? Amisa, Abida ichib boqamdiq. Salqin, limon yalpizning chuchuk ta'mi. Vah! Keling. Ozodlikning huzurni tan suray. Goldan o'tgan sezim, bakpayzi. Bu yil yozda Abida sizga hamda. Çayda. Hay. Canapne boz. Mehmetcan qani? Men bu yerda. Sen benim iş qolsa? Abidan muzdakisi teqib payzi. Bilmamsa? Bilmaylik bunchalik qilib ketamdi. Ya Abidan istiq ichib saqammi ya? Men Abidan muzdak turib muzdak ichib boqay deyman. Ulan muzdak bo'ldi. Sen? Abidani salsan oldi-ka? Suvoq ichib ketmasin. Qalaymi? Abida soda suyuning lazzatini muzdek ichganda bilasiz. Ha, Mehmetcan. Mal qani? Mana, mal. Avval tetib yiqishim kerak. Yani şu gap ben sizga nurg'un ketim dedim. Telefonda qayta tushundirdim. Nima tushunmaydigan siz deyman. Uning ustiga bu u yerda tetib boqadigan, yeb boqadigan narsa emas. Buni mana tamoq etgan vaqtlarda tamoq yeyishadigan tayyor tamog'imizga tayyor tam kirgizoladigan tayyor tam tetib quldiri. Tushundingizmi? Oh ya. Ben tushundiramadim ba. Ya. Ya, sen de baka. Aşkım ben tushundim. Mana tushunibdi go. O'zingizni besib elib so'zlang. Ma'qul, men o'zimni besib olay. Bu sizga degan tayyor tam tetib quldirichi qarab, uyda ancha-muncha gambiyan so'miyan qilibsiz, to'g'ri qo'rda qilibsiz, samovar sho'rpis qilibsiz, istoliya cho'pi qilibsiz. Ish qilib nima qilsangiz, ta'mi og'zingizda qolmasa, men bunga kafolat bera olaman. Undan boshqa badanga ziyonsiz. Yana bor. Iqroq keling. Tamoq vahshiy o'xshaydi. Avval tetib baxmasam bo'lmaydi. Yani shu gap. Mal bekli az qolgan. Ma'qul, og'zinglarni ichinglar. Sizlarga demadim, men odamlarga tekshiryapman. Bu kallala faslani davotiman. Bo'ldilar. Ami yaxshisi, ko'rmanlarni tetib baxsin. Tayyordan tetib qullarni bir qatim tetib qil. Cho'qim yaxshi ko'rib qolasiz. Tayyortam. Programmamızda riyasatçısının kiyimini Miras kiyim-kechak madaniyati şirkati alayda qo'llagan. Bovlardan Miras tağdaki qamatga qiyas Miras kiyimleri. Unda bo'lsa Mehmet Şerif'da uzun yıllardan beri siz biz uchun nurg'ulg'an yaxshi asarlarni qoldirdingiz, ko'rsatdingiz. Bizning bolaligimizga mamra bo'ldingiz. Ta hozirgacha sizni ko'rib turyapmiz mana. Biz bir baxtli kishilar hisoblanamiz. Bizningmi hamda sizga rahmatimizni bildiradigan bir vaqtlar keldi deb o'ylayman. Shuning uchun ko'rinman nuqtasidan hem tomoshabinlar men nuqtasidan mush programmamizdan rahmatimizni oddiy mush program lonqimizga mujassamliq mush bir qabul qilgaysiz. Bundan keyingi vaqtlarda yana bir fursatlar bo'lsa, programmaga kelib boshqacha o'xshamagan paranglar bilan, boshqacha o'xshamagan temalar ustida bir aktiv energiya taqishingizni ko'rmanlarga o'zingiz doim ko'z tutib turishingizni umid qilamiz. Mana shu yerda. Agar mening umrim yori bersa, cho'qim yori berdi. Chiqib bizdan umid qilganimiz shu, oldi bilan salomat bo'ling. Teningiz texim sog'lom bo'lib ketsin. Men ham hozir bunday saytgan vaqtida birdan ayrılgan qo'g'im bo'lib qolgan vaqtimizda serilib ketyapmiz. O'shagima to'xtab turdi. Agar yori bersa, tiniq bo'lsa, men sizlarga ko'rsatib beraman. Rahmat. Rahmat sizga.